qanchash kiysanmi kiy deb Ajuning iniga bordi. Aju bo'lsa ustidan o'ginib olgan jimeki o'nirini chiqarib, balaning taschichini qirqib tushirib, polgon qilib, damo qilib, otning yoylisidek paqiraq chashdan birini beshining qoq cho'qisiga muvaffaqiyatlik o'ltag'izdi. Mana balaning cho'rsi chimliq o'ttir muz maydon bo'lgan beshi ashbash degicha talkining tog'lardek ko'kbaraqson bo'lib ketdi. Uzun yil shamolning lazzatini tetib baqmagan bala mana bugun ko'ni muhabbetini söygandek shamolga to'ymay chochlarini urvatadi. Erkak bo'lding bugun yosh, beshingga kiyib yolg'on chosh, amda qo'xmay otqin qosh, junjunda narin sendek shosh. Surat kelish naq maydonda o'zining uzun yildan yog'i talmirib kelgan bu Van Xong qizni ko'rib, o'ziga monolog qiladi. Meyyen aşmay Van Xong bo'ladigan qizlarmi bakajimi mana. Mana bu qiz Hindistondagi ikki tuttal finsilarni aldab naynaqshib o'zicha Van Xong bo'lib, Grimlarning iloniga chiqib g'azab pul tepib ketib olgan, o'birniga kirsimi do'ying tatadigan go'zal qiz Pari edi. Bu paytda u yana besib do'ying o'ynatadi. Baba baylar, datsida yatidi. Memen degan shu qizlar pulni aqli qochidi. Ey, klassik muzikalar unalg'odan chiqidi. Kashog'anda jo'raydi. O'ynaniga Mana fursat kutib turganlarga emas, yuzi qililarga mansub. Yaxshimsiz, men sizning finsiringiz. Ha, men sizning bang yeringiz. Ha. Lekin men ara 30 ko'li sholi o'qib baqan. Ammo qitim maishim chiqqanda amma hamma sholiq o'taymi deymi? Ha. Vishiningizga qitib olsam qanda? Uddu sizga aytib beraymi deyman-ku? Ha. Kashti vaqtingiz bormi o'yinlab kelsak? Xo'go bilan mehmon qilaymi deyman-ku? Ha. Mana haqiqiy sap muhabbat mana mushundaq oddiy ham pokiz bo'ladi. Saxtachash bilan o'ziga qattiq ishongan bola o'zining yumshoq tillari bilan u qizning yuraklarini lig'ir qilib etdi. Biz motonishqani xil bo'lib qoldi. Hamda hozirgi yoshlar qilayotgan ishlarni nazar qilmamdi. Mayli. Mana emisa, darvaqa, bu ishki yoshmu hozirgi yoshlar qilayotgan, qiziqib yoqtirayotgan ishlardan biri bo'lgan do'ying tatishni boshlab ketdi. Mana Qahning ovoziga usul o'ynab do'rab qo'ysa, enzan degan vijanga qilib o'rlaydi-ki. Bizdek ijodiyat qilib o'ltag'alla, ikki qo'limizni bunimizga tiqib o'ltirmizda. Ey, jiq so'zlasam ichim ichidi-ki. Bo'ldilar. Gapni bir şey chiqaversammi, barmog'ingga supraydigandek denzan qilmaysiz aqachon. Shu, sizni zo'lab denzan qizg'andan singan ninimni yeb o'tamaymi?